Sözünüzün qayil qilish kuchi bo'lsin. Nayrangvozlik mangu samimiylikka yetmaydi. Chiroyliqcha xo'shlashing. Ayrilish paytidagi holatingiz ichki tuyg'ularingizni aks ettirib beradi. Yo'l texi uzoq. Parlaq kelajak sizni kutib turadi. Voz ketishga tegishli chaqda tartishib yurmang. Oldingizda ma'lum sinoqlar va go'zal narsalar to'lib yotadi. Hayotingiz zerikishlik bilinganligi uchunla xuddi boshqa tanlashingiz yo'qdek johillarcha eslab olmang. Bunda qilib ketgusi bor odamni tutib qolg'ili, uzilgan rishtini asliga keltirgul bo'lmaydi. Ayrilish paytidagi holatingiz ichki tuyg'ularingizni aks ettirib beradi. Yo'l texi uzoq. Parlaq kelajak sizni kutib turadi. Voz ketishga tegishli chaqda tartishib yurmang. Oldingizda ma'lum sinoqlar va go'zal narsalar to'lib yotadi. Hayotingiz zerikishlik bilinganligi uchunla xuddi boshqa tanlashingiz yo'qdek johillarcha eslab olmang. Bunda qilib ketgusi bor odamni tutib qolg'ili, uzilgan rishtini asliga keltirgili bo'lmaydi. Men doim mamlakatning har qaysi joylaridagi oliy maktablarning leksiya so'zlab berishga chaqirgan taklifnomalarini topshirib olaman. Har bir taklifnomani ularning menga ishongani va meni e'tirof qilgani deb qarab, dars o'tish, programma ishlash, saxovat faoliyatlariga qatnashish qatorliq ishlar bilan to'shib ketgan kun tartib ichidan imkon qadar vaqt chiqarishga tirishman. Orliqning yiroqligi, o'zimning qancha soat uxlay olishim bilan hisoblashib o'tirmayman. Bultur qishda Beyjingdagi ikki dashoning o'quvchilar uyushmasidan A va B mas'ul saboqdosh birla vaqtda meni shu oyda bir maydon haqsiz leksiya so'zlab berishga taklif qildi. Ular dastlabda nihoyat qizg'in va adablik muomala qilishdi va hech qanday tijorat elementlarini aralashtirmaslikka va'da berdi. Yana maktabning tasdiqlab bo'lganligini, maydonning bekitib bo'lganligini aytdi. Men o'rinlashtirishlarimni har qaysi jihatdan tanshab, shu kunga vaqt chiqardim. Lekin ular bu chaqda yangi talablarni o'tirg'a qo'yib, leksiyaning vaqtimi boshda deyishgandagidek bo'lmag'achqa rad qilishga majbur bo'ldim. Saboqdosh ama ilxat avatib, bu qitim yaxshi bir taraf qilolmaganligini, shu sababdan uzr so'raydiganligini, keyin yana fursat bo'lishni umid qildiganligini aytibdi. Saboqdosh be to'xtamay telefon urib, yeli uchur yo'llab, meni so'roqqa tortib ketdi. Başta o'zingiz astoydil o'yinib ko'ray degan edingiz, men muallimga doklad qilib bo'lgan tursam, endi ularga nima deyman? Agar yana fursat bo'lib qolsa, siz qaysi maktabga berishingiz mumkin? Yaqinda ikki do'stim qilayotgan tur tangla o'ngsizlikqa uchrab, xizmatidan istifa berish qaroriga keldi. Birodarim texmi yaxshi fursatga erishiman deb o'ylab, to'xtamni uzartishni rad qilib, raqobatchi shirkatning qo'yniga o'zini otdi. Uning bu qilmishi eng dastlab taraqqiyot sahnasi hozirlab bergan shirkatning kelgusi bir yillik manfaatini ziyonga uchratdi. Shirkat boshlig'i sening tuyuqsiz istifa bermoqchi bo'lganidan sal gangirab qolgan bo'lsa-mu, munosabatli rasmiyatlarni bijirib, yaxshi tilaklarni tilab, fursat bo'lsa, yana hamkorlashishni xohlaydiganligini aytib, yo'lga selib qo'yibdi. Kasbdoshlar orasida sesadigan ishni qilmabdi. Aslida sening toza durust bo'lmagan yerlari bor ekan. Shirkat boshlig'i yanala sukut qilishni tanlabdi. Amaliyotda bu pishib yetilish bosqichidagi bir yoshga qilingan eng cho'ng kangqursoqlik edi. Biri uningdan sedak bundoq odam nega borsizlar baribir uzun turolmaydigan tursa, keyin yana uning bilan hamkorlashishni xohlamsiz deb so'rabdi. Boshliq kulib qo'yib, bu kasbda ozroq foydani deb kelishimga amal qilmaydigan odamlar bek ko'p. Talashib o'ltirg'il bo'lamdi. Navada texmi yaxshi shirkatga berib, u yerda nom chiqarsa, biz yana uning bilan hamkorlashsak, yanala shirkatga foyda olib kelalaydi. Pul bilan qidishib nima qilamiz, debdi. Do'stim izchil jabbo mushaqqatlardan qo'rqmay ishlab kelgan turib, ko'proq haq talab qilishning o'rniga zarur tepilsa hatto o'zining yenidan pul chiqarib yurib, shirkatga ko'p pul tepib bergan edi.
Ammo o'ttira va yuqori qatlamdagilar yeyotgan ninini tortqizib qo'yishdan qo'rqib, Viga har xil batnomlarni chaplab, to'hpini o'zining qilib oldi. Do'stim Di 1 yil ajr qilib, va'da qilingan mukofotlarni ola olmadi. Ammo shu turga chetishliq boshliqlar oz bo'lmagan mukofotlarga erishdi. Shuning bilan iste'fo bermoqchi bo'lgan edi. Shirkat uning amgak mevasini yutib olganini ozdab, yana uningga tahdid silib qalaymaqan so'zlab yursang, seni bu sohada jon baqolmas qilibman. Sen har qancha iqtidorli bo'lsangmi, sen yanala yo'q-yo'rtliq deb qo'rqitdi. Agar ko'rikdan ikkinchi qatim o'tishga to'g'ri kelib qolsa, kimni tanlaysiz? Kasb sohasidagi eng saltanatlik ayrilish murosimi iste'fo berishdir. Agar xizmatdan voz kechmoqchi, shirkat almashmoqchi bo'lsangiz, ochiq-oshkora keting. Maqsadingizni yo'shirib yoki gidiyib va yoki yuzsizlik qilib ketib qolsangiz, keyingi taraqqiyotingizga nihoyat zo'r ta'siri bo'ladi. Qaroringiz qat'iy, bahoningiz to'liq, moddiy talab va istiqbol bo'lsin. Boshliq bilan ko'rishishdan ilgari bu sabablarni takror qalingizdan o'tkazing. Yezib olsangizmi bo'ladi. Chunki amaliy suhbat davomida demoqchi bo'lgan gaplarimizni osonla unutib qolishimiz mumkin. Ketmoqchi bo'lgan odam amaliyotni bakrak o'ylanishi kerak. Ko'ngilchak odamlar bir qarorga kelib bo'lgan turib, yana qiyolmaydi. Uzoq mazgil ishlagan yer bo'lg'achqa, amaliyot bilan hissiyotni almashtirib qo'yishqa, kollektiv va shaxsga ilib keladigan ziyonni bak ig'ir mo'ljalab oladi. Arsalda bo'lgan, ikkilangan bir qarorga kelolmagan vaqtingizda yadroliq nuqtalarni yezib olsangizmi bo'ladi. Qog'ozga yezib olganda kayfiyat tinchlanadi. Amaliyot ketish kerakligini aniq ko'rsatib tursa-mu, qiyolmay qolgan chog'da keskin ish tutmoq lozim. 2012-yili men Shindonfangdagi o'rta maktabning qaltis o'ynash va berilib o'rganish turidan TOEFL turiga o'tkazmoqchi bo'ldim. Birinchidan yuqori o'rlash orzuim bor edi. Bir umr o'rta maktab bolalariga dars o'tishni xohlamaydim. Ikkinchidan oilamni qamdashim kerak edi. TOEFL darsi o'tsam, maosh ta'minotim texmo yuqori bo'ladi. Bu ikki turlik ijobiy sababdan boshqa xizmat jihatidagi ko'ngilsizliklarmi bor edi. Men bu sabablarni ratlab chiqqandan keyin rahbarlikka iltimos qildigan chog'da salbiy omillarni qo'yib turib, ijobiy sabablarni o'ttirib qo'ydim. Vaziyatni qatmanlashtirib qo'ymaslik uchun yuz turani ko'rishim kerak edi. Ilxat yozish, telefon qilish, uchur yo'llash orqali iltimos qilish usullari qarshi tarafga toza ahamiyat bermagandek, hurmat qilmayotgandek ta'sir berib qo'yatdi. Dushmanlashib qolgan bir-biringlarni ko'rib qilishni hargiz xohlamaydigan holat shakllanib qolgan bo'lsa, u boshqa gap. Chiroyliqcha xo'shlashmoqchi bo'lsangiz, masalani 100 turani hal qilganingiz yaxshi. 100 turani imtihonidimi agar qarshi taraf sizga haqiqiy ahamiyat bergan bo'lsa, cho'qim 100 turani ko'rishidi. Telefonda mundaqla paranglashib qo'ymaydi. Samimiyat bilan kelgandan keyin astoydil xo'shlashing. Boshliqim Liang muallim bo'lim yo'tkalmoqchi bo'lganimni anglab qattiq xafa bo'ldi. Bunisi menga ayon edi. U menga haqiqatan ahamiyat bergan edi. Xizmat jihati yetaklab, yordam qilibli qolmay, otam tugab ketgan mezgilda turmush jihatida bek ko'ngil bo'lgan edi. 2011-yili otam tugab ketib, Xinjiangga qaytib keldim. Ayni chog'da urug' tuqqanlar onamga meni Beyjingga borg'izmaslik haqida nasihat qilishgan edi. Shu chog'da bir necha ming yuan maosh olatdim. Beyjingda kelgusi uchun ko'rishayotgan yoshlarga o'xshash topgan pulim uy ijorasidan oshmaydi. Moddiy jihatdan nomrodligimning ustiga ruhiy besimim ig'ir edi. Liang akam o'zi yordam qilib qolmay, Shindonfangdagi xizmatdoshlarini safarbar qilib, menga ioni to'pladi. Xizmati aldirash bo'lib, o'zi bevosita kelolmagachga atayin odam avatib meni Beyjingga borg'ili qo'yish haqida onamga xizmat ishladi. Iste'fo nomini topshirib olgan har qanday odamning darhol achchiq keladi. Siz o'zingizni tutib olib, boshlig'ingizning achchiqini besib olishini yoki kayfiyatni turaqlashtirib olishi uchun 15-20 minut vaqt berishingiz yoki kayfiyati turaqlashganda ondan so'zlashingiz kerak.
Pishqan rahbarlar kayfiyatni tezla tangishib oladi. Ondan sababini so'raydi. Nimishqa? Yuqoriga intilish va maosh ta'minotdan iborat ikki sababni rostchilik bilan aytdim. Liang akam gapimni anglagandan keyin hech narsa demadi. Bir tal tamaki tutashtirib kuchab tortdi va isni pulidi. Sen texi kichik, jiq ishlarni tushunmaysan. U menga tafsiliy tushuntirishga boshladi. Men uning ochiqini besib turayotganligini bilatdim. Ondan o'zingni qaltis chaqlab ketibsan. O'rta maktab o'quvchilari darsni yaxshi o'tib qo'yibla oliy maktab o'quvchilarini qoyil qilibdiman deb o'ylab qolma. Degandek gaplarni qildi. Uningga necha qitim raddiya bergim kelgan bo'lsa-mu, sukut qildim. Uning kayfiyati yaxshi emas chaqda gap takallashgandan uning ichini bo'shitilishiga yo'l qo'ygan yaxshi. Boshlig'ingizning sizni tutib qolg'isi bo'lsa, maoshingizni o'stirmoqchi bo'ladi. Lekin siz keskin qarorga kelib bo'lg'achqa, muhim nuqtani yuqoriga intilish, texmo yiroq kelgusini ko'zlashga, arzu-armonlaringiz uchun kurash qilishga qo'ysangiz, boshlig'ingizmi sizni tutib qilishga yetarli sabab tepib bera olmaydi. Dunyo shuncha cho'ng. Boshqa joylarni ko'rib boqqum bor deb istifa nomi yozgan muallim boshqa maktabga berib ishlayman. Ularning beradigan maoshi texmi yuqori ekan degandek gaplarni qilmasdan maqsadini g'oya to'g'risida so'zlash orqali o'ttirib qo'ygan. Yanada bo'lmaganda shirkatning yaxshi qilmagan taraflarini ko'rsatib bering. Bu darajaga yetgani qimirga aylanadi. Qarshi taraf samimiylik bilan xatoligini tonishi mumkin. Sizni ko'ngli ko'ksi tor ekan deyishi ehtimolga texmi yaqin. Liang akam texmi ko'p islohot qildiganligini, mening xizmat muhitimni yaxshilab berdiganligini aytdi. Shu chog'da iliqi salbiy sababni aytib tasliq qoldim. Lekin o'zimni besib olib, boshqa bo'limga chiqib ketgandan keyinmi, agar menga ehtiyojingiz tushib qolsa, cho'qim yordamlashaman dedim. Qat'iy niyatga kelgan ekansiz, ta'minotga oldinib ketmang. Bo'lmasa, o'zingizni tushirib olasiz. Bölüm almashgandan keyinmi Liang akam bilan pat-pat birga tamoq yeb, hayot haqida paranglashib, yaxshi bo'lgan hamkorlik munosabatini saqlab qoldik. Nurg'un odamlarni turmush oldiga selib olgan. Birga tortishsangiz, biri xizmatga qiyolmaysiz. Holbuki boshqalarning sizga fursat bergisi yo'q. Biz azor yeyish davomida qat'iylikni o'rganamiz. Bir senarist birodar 40 necha yashida o'z yurtida qilayotgan bir obdan hukumat xizmatidan voz kechib, arzu-armonlarini quchoqlab Beyjingga keldi. Yer osti uyda yetib qopib, 3 vaqt tayyor cho'p yeb, har xil qo'ymachalarga qo'yilib, Beyjingdagi ko'chmanlarning 3 qismlik tragediyasini ezib chiqdi. U chaqda kompyuter texi umumlashmagan chaq bo'lib, u uydagi kompyuterni ilib kelgan edi. Bir kuni boshqalarning drammasini ratlab, xat urib berish orqali pul topqili bo'lganligini bayqab qoladi. Necha kecha uxlamay, necha tuman xatni urib bitkizib, amdi uy ijarasini to'layoladigan bo'ldim deb xush bo'ladi. Yiliqi odam uyga kirib, kompyuterni ichib baqay, masala bo'lmasa pulni berman deb uni saqlatib qo'yib kirib ketadi. Bir qancha minutdan keyin diska buzuq ekan, ichida hech narsa yo'q ekan deb ish haqqini bermaydi. Boshqalarning emgak mevasiga qara sanaydigan qip-qizil qaroqchi bilan ijar haqqini bermamsan deb kunda ko'ziga kirib oldigan uy egasining orasida qolgan birodar, harbiy sapdan qaytgan qovul erkak bo'lish sifati bilan yiliqi qo'ymachining yoqasidan ilib toza bir savob qo'ya oladi. Ondinchi peshonasiga yana bir patmon qor surtilib, uningsizmi ta'sida o'tayotgan kunlarni texmi ta'slashtirib qo'yadi. U untinsiz qaytib ketadi. Kunduzi ishlab, kechda ssenariy yozishni davomlashtirdi. Bir necha yildan keyin uning ko'p qismli televiziya teatri har qaysi cho'ng televiziya stansiyalarida orq-orqadan qo'yilishga boshlaydi. U o'ziga shundoq ogohlantirish berib turdi. Yangi ssenaristlarga yaxshilik qil. Ismini yozishga tegishli bo'lsa, ismini yoz. Berishga tegishli pulini kam qilmay ber. O'tmishda uchirgan adolatsizliklarga sukut qilish bir odamning eng kuchli g'ururi va iftixori. Boshqalar voz kechmoqchi bo'lsa zo'rlamaymiz.
g'um saqlamaymiz, o'zimiz voz kechgan bo'lsak, chiroyliqcha xo'shlashimiz, azorlashmaymiz. Qayturma zarba berib, ochiqimizni chiqarib oldik degan bilan, uning oxirini yig'ishtirman deb uzoqcha avara bo'lamiz. Bu hargizmi ziyoda oqko'ngillik emas. Balki odam har qanday ahvolda salobitini saqlash kerak. Kunlar texi uzoq. Dangliq shaxslar osonlik diqqatni qo'zg'aydi. Ularning qayg'usi, xo'shalligi, mang'ini, turg'ini avomning ko'zidan qechib qutula olmaydi. Nom chiqarish tas emas. Balki biz yashayotgan bu elektronlik davrda hamma ishingiz xotirlanib qoladi. Kunlarning birida uni tortib chiqadigan yaxshi niyatlik odamlar omon chiqadi. Satchiliklaringizni sazoyi qilganda o'zingiz pushaymon qilib qolasiz. Shu jichen ma'lum bir programmaning shallash bosqichida yig'ilganlarga mundaq deydi. Hech kimdan yomonlama. Sana bilet tashlamaganlardan ranjima. Buni o'zingning ojizligidan ko'r. Buningdan saboq elib o'zingni kuchlantir. Kunlarning birida haqiqiy kuchliklar qatoridan o'rin olsang, hammamiz sana qoyil bo'lamiz. Yengilib qolsang qo'rqma. Saboq ol. Saboq elib o'zingni kuchlantir. Hayot bizga voz kechishni o'rgatdi. Afsuslanarligi biz chiroyliqcha xo'shlasha olmabdik. Bugundan boshlab chiroyliqcha xo'shlashishni o'rganib olaylik. Og'irnish odamni ko'klatmaydi. Xo'shalmi yashaysiz, xapimi yashaysiz. Shundoq bo'lgan ekan, zarlanib o'ltirgandan ko'ra biror ish qilgan afzal. Zulmatni tillab o'ltirgandan biror tal sham yoqqan afzal. Og'rinmang, ol etmang, ilgari terishgan o'zingizga rahmat ayting. Mana bu eng unumli terishish, eng yaxshi kurashdir. Xizmat har qancha aldirash bo'lgan taqdirdimi, har haftada o'xshashmagan sohadagi 3 do'stim bilan tamoq yeyman. Bu jarayonda do'stligimiz cho'nqirlashidi. Menmo har xil sohalarning ahvolidan xabardor bo'lib tura olmayman. Har qitim radio stansiyada do'stimning ishdan tushishini saqlab turganimda, u yerdagi hammalarning ustida og'rinmaydigan kishilarning dunyosi nomli kitobning turganligini ko'raman. Bu kitobning gibi chiqsa, do'stimning ig'izi ichiladi. Boshliq hamisha mushu kitob bilan kallamizni yuyib, rosa ishlatadi. Ya maoshni o'stirmaydi, shanba kunlardami ishlatadi. Aram kunlarda ishlaganligimiz uchun ish haqqini qo'shlab bermasi mayli etdi. Shu kunlik ish haqqini bermaydi texi. Ha desa, og'rinmanglar, qaqshimanglar deydi. Biz qaqshimisak, kim qaqshaydi? Nurg'un jungoliklar Will Bowenni tanıydı. Chunki u 2006-yili og'rinmaslik harakatini qo'zg'agan. U bu harakatga qatnashuvchilarni qo'liga biror tal binafshi ranglik bilezik taqib olishga chaqirdi. Biror ishdan og'ringan hamon bilezikini yana bir bilgiga yo'tkaydi. Bu holatni toki bilezik bir bilgida 21 kun turganga qadar davomlashtirdi. Will Bowen bu harakatni eng dastlab o'zi tutayotgan bir mahallada qanot yoydirgan. O'ylamagan yerdan bir oyga yetmagan vaqt ichida necha 10 ming odam uningga xat yozib, bilezik so'raydi. Buningdan nurg'un odamlarning og'irnish ichida yashayotganligini, xizmatdan, turmushdan, oilasidan norozi ekanligini ko'rishga bo'ladi. Shunga u mana shundoq o'zgacha usul bilan kishilarni og'rinmay yashashga chaqirgan. Yana bir qatim junguliq bir korxonachi Will Bowenni tamoqqa taklif qiladi. U kishi amdila 40 yoshlarga kirgan bo'lsa-mu, allaburun milliarderga aylangan. Hamda korxonasi izchil o'sish holatida turayotgan bo'lib, hamma odam uning turmushini nihoyat baxtli deb qaraydi. Halbuki u o'zining baxtsizligidan qattiq og'rinadi. Bu usulni menmi sinab baqqan. Bu orqali og'irnish paydo qilgan passiv ta'sirdan o'zimni ogohlantirib turgan edim. Yoshlar cho'qim nimishqa undoq bo'ladi, nimishqa bundoq bo'ladi deyishdan qanday qilish kerak deyishga o'tish jarayonini boshdan kechirish lozim. Yangi ishga tushgan chog'larda maktabda o'ylabmi boqmagan ishlarga yo'liqqan edim.
xizmatdoshlarning maslashmasligi, ishning ilgari basmayotganligi, ba'zi odamlarning ko'zi kichikligi, nerangvozligi. Men bir tuz odam bo'lg'achqa, og'zida kulki chaqchaq, qo'ynida palto pichoq saqlaydigan odamlarning ishlarini faqat ko'zimga sig'dira olmadim. Oz sondagi ba'zi o'quvchilar o'zi yaxshi o'rganmay, xatoligini o'qituvchiga qo'yatdi. Ota-onasimi o'qituvchiga ziyoda talablarni qo'yib turib oladi. Ashu mezgillarda yaxshi niyat bilan durust ish qilyapsam, ba'zi bir o'ng ta'tir odamlarni xuddi putumga kishan selib olgandek his qilib, norozilikim ichimga patmay qolgan edi. Bundaq gaplarni xizmatdoshlarga, boshliqlarga degil bo'lmag'achqa, do'stlar bilan ko'rishgan chaqlarda hech qanday ishni xato qilmay turib, bekordan-bekor uvolchilik qilayotgandek his qilib, ixtiyorsiz dard to'kib ketatdim. Başta ular mening do'lamga papilab qo'yib, bir-ikki ig'izdan tasalli berib qo'yatdi. Bir taqsa to'q qo'rmisi yeb, ko'ngilsizliklarimi o'tib ketgan bo'ladi. Ammo bir kuni ancha qo'yiq aralashib ketmaydigan bir do'stim tuyuqsiz bilmamsan. Sening ashu hamkorlashqili unumaydigan xizmatdoshining gapini anglasamla qulqim mush urgandek zingildab og'rib ketadi. Hech kim senga ish og'ritmaydi, ko'ngil bo'lmaydi. Aksicha sening xizmat va ishlarni bir taraf qilish iqtidoringdan gumonlanadi, dedi. U shundoq debla ketib qoldi. Men dong etib turibla qoldim. Shu kundan keyin qandoqla ishga yo'liqsam, dardimni ichimda bildim. Hech kimga ol aytmadim. Sababini o'zimdan izlab, ishlarni raqibim va umumiylik nuqtasidan o'ylab, peshqadamlardan, tajribalik odamlardan maslahat so'radim. Kallamni ishlatib, mustaqil fikr qilib, oxiri yo'limni o'zim topdim. Bu jarayon garchi azobli bo'lsa-mu, biz o'tmay turib, pishib yetilgil bo'lmaydi. Bu yo'lda g'iriblik bosadi. Ammo hech kim sizga mengishib bermaydi. O'tgan 2 yilda programma ishlash jarayonida intayin muhim bir hayot haqiqatini o'rganib oldim. Og'rinsangiz bo'ladi, ammo odilroq bo'ling. Bir ishdan og'rinsangiz, yana bir ishdan minnatdor bo'ling. Beijingda yoqi yurtiq bo'lib, yolg'iz kurash qilishning jabolaridan qoqshigan vaqtimda bu cho'ng shaharning menga shundoq bir cho'ng sahna bo'lib berganligidan, har qaysi kasblarning eng munavvarlari bilan uchrashtirganimdan va ular bilan hamkorlashganligimdan, birlikda olg'a bosganimdan minnatdor bo'lardim. Dars va leksiyalarning ko'pligidan, ba'zida hatto biror kunda 5 maydon leksiya so'zlab bo'libmi, yarim kechada yana safar qilganimdan, ziyoda charchashdan og'irib qolganimda, xizmatning jafosidan og'ringan chog'larimda, xizmatda qozongan utuqlarim uchun o'zimni namoyon qilish, o'zim to'g'ri deb qaragan narsalarni texmi ko'p kishilarga yetkazish uchun menga hozirlangan sahna uchun minnatdor bo'lardim. Atrofimdagilarning menga talabni ziyoda qo'yib olganligidan og'ringanimda, mening mas'uliyatchan odam bo'lib, o'zimdan halqishimga turtki bo'lganligi uchun minnatdor bo'lardim. Qiyinchilikqa qanday pozitsiya tutishingiz turmushga tutgan muomalangizga bog'liq. Masalan, qanday ahvoling deb so'rasangiz, ba'zilar nihoyat yaxshi deydi. Ondan qaysi jihatlarda ilgarilaganligi va utuq qozonganligini deb beradi. Ba'zilar jahondan zarlanadi. Kun olmoqning ta'sirlashib ketganligi, dunyoning adolatsizligidan qoqshab beradi. Yana ba'zilarning hol kuni ancha yaxshi bo'lmasa-mu, umidvor yashaydi. Ba'zilar so'raydi: "Sening nimishqa ochchiqing kelmaydi? Har qancha cho'ng ziyon tarsangmi, uvolchilikqa qolsangmi, kulib yuriydi ekansan. Men nimishqa undaq qila olmayman? Nimishqa doim o'zingni o'zgart deysan? Nimishqa boshqalarni yomonlik qilma demaysan?" Nurg'un odamlar xuddi menga o'xshashla dunyoni o'zgartirish orzusi bilan jamiyatga qadam qo'ydi. Ondan dunyoni o'zgartirish uchun avval o'zini o'zgartirish kerakligini tushunib yetdi. O'zgarishdan boshlanadi. O'zini o'zgartirish dunyoni o'zgartirishga qaraganda ko'p oson. Men dunyoni o'zgartirishni o'ylayman. Mening sababimdan dunyo texmi go'zal bo'lib ketgan deyman. Har kuni zarracha o'zgarsam-mu hisob. 10 yilning oldida Chin Danyanning Shanxay Eslzodlari nomli asrini o'qigandan keyin davlatman Go jamiyatining eslzoda qizi Go Wanning Daishining nomratlashib qoqsanan bo'lib ketgan chog'dimi latofatini yo'qotmaydigan irodasi va umidvorligini hech unutib qolmadim.
yo'ldoshi tugab ketib, bir tiyin puli qolmagan Govanning uni ko'rib hayron qolgan kishilarga men uncha qiyin kunga qolgandek his qilmadim. Agar mushundaq yashamoqdan boshqa chora bo'lmasa, og'irnishning o'rni yo'q. Boshqalar ko'ngan turmushqa menmi ko'nalayman, deydi u. Dayshi ömrünün ahirki kunlaridimi beshiga kelgan kulfatlar va yo'liqqan uvalchiliklar ustidan hech kimga shikoyat qilmaydi. 10 yil avvalgi men mangu zarlanmaydigan bundoq isl ruhning parasatlik hayot yo'li ekanligini bilmaydim. 10 yil avval qaynashni, teshib chiqishni tanlagan bo'lsam, 10 yil keyingi men sabr taqatli bo'lishni va murassa qilishni tanladim. Zarlanishning foydasi yo'qligini, uning faqatla xizmat va turmushdagi obrazingizga ta'sir yetkazadiganligini tushungan vaqtingizda parasatlik hayotga muhim bir qadam olgan bo'lasiz. Nurg'un o'qirmanlar blogimga xat yozib, xizmat va o'rganishda yo'liqqan har xil qiyinchiliklarni aytib, mendan maslahat so'raydi. Birinchi qatimda sabrchanlik bilan javob beraman. Ular yo'liqqan masalani astoydil analiz qilib, yo'l ko'rsataman. Nurg'un odamlar o'xshash masalani yana so'raydi. Sen deb bergan chora asqatmidi? Sen degan Beijingda shuni putkizgan. Undaq, mundaq. Lekin mening ahvolim o'xshamaydi, deydi. Men o'zimning ahvolini chiqish qilib turib, bergan maslahatim ustida qayta o'ylanib, ularning ahvolini chiqish qilgan asosda yana maslahat beraman. 3-qitim yana so'rgan chaqda men yanala sabrchan bo'laman. Chunki men bir o'qituvchi. O'gitish mening vazifam va majburiyatim. O'zimmo bu kasbni so'yman. Undaqda boshliq, xizmatdosh, qarindosh, do'st birodar bo'lish suhbatingiz bilanchu. Ularga shundaq keng qo'rsak, sabrchan bo'la olamsiz. Uyingizmi, mashinangizmi bo'ladi. Bular faqatla vaqt masalasi. Jarayon jafoliq bo'lsa-mu, tar oqqizib, o'zingizning ajringizga tayinib erishgan narsa hammadan tatliq bo'ladi. Ajr qilib erishganlaringizdan ajr qilmay erishib qolgan ota-onangizning bergan narsalariga qaraganda bakrak faxrlanishga haqqingiz bo'ladi. Jamiyatdan og'rinmang. Har qanday davlat, har qanday xalq taraqqiyotning har xil bosqichlarida har xil qiyinchilik va avorchiliklarga yo'liqadi. Boylik cheklik, raqobat keskin. Dangliq maktabning diplomiga tayinibla yaxshi xizmatga erishgili bo'lmaydi. Yaxshi maktabda o'qish, cho'ng shaharda yashash, ishni oz qilib, ko'p pul topadigan uyga yaqin xizmat tepishni har kim orzu qiladi. Ammo osonlik qo'lga kelmaydigan bundoq yaxshi ish nasib bo'lmaganligi uchunla jamiyatdan og'irnisiz. Turmushdan zarlansangiz bo'lmaydi. O'zingizni ziyonkashlikka uchirg'uchidek his qiladigan bundoq ruhiy holatdan cho'qim qutulib chiqish kerak. Rostlinli uvalchilikqa qolgan taqdirdami qaysarlik bilan yashash lozim. Qora niyat odamlarni ochiqqa tayinibla yengili bo'lmaydi. Yomon niyatli odamlarning hujumiga uchragan vaqtingizda o'ch elish, og'irnish, umidsizlanish, tushkunlashish, dardni boshqalardan elishmi bir xil tanlash. O'zi haqida o'ylanish, hal qilishning chorasini tepish, o'zini kuchlantirishmi bir xil tanlash. Wu Danru yozgan Ochiqlanmaslik mahorati nomli bir kitob bor. G'azabingiz toshqanda o'qib baqsangiz bo'ladi. Bir qancha ig'iz qaqshab qo'yish bilanla masalani hal qilg'ili bo'ladigan ish bo'lsa, hayotningmi hech bir qiziqi qolmagan bo'ladi. Janjin mundaq deydi. Har qismatning ig'iri bor. Hech kim bilmas yig'ir bor. Oltin qo'shiqda sho'rp ichayotgan odamning yuragida 80 qamchining izi bo'lishi mumkin. Biri cho'riq kiyib yurgani bilan oltinga bergisiz bir xo'shligi bo'lishi mumkin. Albatta, oltin qo'shiqda ichgan sho'rpining lazzati bizga nasib bo'lmaydi-da. Deb raddiya berdiganlarning chiqishi mumkin. Bu xato emas. Ammo yeshimning cho'ng'ishiga agishib, men tushungan bir hikmat shuki, sho'rpining ta'mi tetigan yoki tetimganligini yanchuqingdan emas, qo'rsqingdan so'ra. Hayot yo'lida agar to'qayliq sana putilgan bo'lsa, qalb ziminingdan eqib o'tgan parasat daryosi deb bil. Xo'shalmi yashaysiz, xopimi yashaysiz. Shundoq bo'lgan ekan, zarlanib o'ltirgandan ko'ra biror ish qilgan afzal. Qorong'ulikni tillab o'ltirgandan biror tal sham yoqqan afzal. Og'rinmang, ol aytmang, ilgari terishgan o'zingizga rahmat ayting. Mana bu eng unumli terishish,
eng yaxshi kurashdir. Nayrangni tashlab, bakrak samimiy bo'ling. Yaxshilik samimiylikdan boshlanadi. Samimiylikdan kuch-qudrat tug'iladi. Har kim samimiy bo'lsa, har kim xo'shallik topadi. Natiqlikni o'rganishga boshlagan chig'imda necha 100 soatlik qattiq mashqqa qatnashdim. Peshqadam xizmatdoshlarimdan nutqning qilbi borligini bildim. Qisqa hikoya bilan boshlash, o'zini kulki obyekti qilish, 3 minutda bir qitim kuldirish, o'zining o'tmishi va natijalarini ko'ptirish degandek. Oxirida kuldirib bo'lib, yig'latish orqali o'zingizning bir qahramon ekanligingizni bildirib qo'ya olasizlar, nutuq g'albalik oyoqlashgan bo'ladi ekan. Qiziq gaplarni izlab tepib, so'z jumlalarni o'zgartib, arboblarning mashhur so'zlarini qo'shib yurib, nutuq tekstini nihoyatda hayvatli yozib chiqdim. Bir mazgil so'zlagandan keyin gap orasiga hikoya qistirib, kayfiyatni ko'tarishni o'rganib oldim. Hatto bir mazgilgacha chet ellarning korxona boshqarish ilmidagi piramida prinsipidan foydalanib leksiya so'zladim. Yig'ib aytganda, piramida prinsipi deganimiz har qanday ishni bir markaziy nuqtai nazarga yig'inchoqligini bo'ladi. Markaziy nuqtai nazar 3 dan 7 gacha bilan isbot bilan dalillanadi. Bular birinchi darajalik isbotlar bo'lib, o'z navbatida nuqtai nazarmi bo'la oladi. Yana 3 dan 7 gacha ikkinchi darajalik isbot bilan dalillanadi. Shunday qilib, piramida shaklliq nutuq tekstini barliqqa keladi. Piramidaning har bir qavtidagi isbotlarga nihoyatda yuqori talab qo'yiladigan bo'lib, o'zaro mustaqil ham qatlanmaydigan bir yerga akalganda qilcha yo'chiq chiqmaydigan bo'lishi kerak. Yo'chiq qo'ymagandila xatolashdan saqlangandila unumsiz ishlashdan saqlang'ili bo'ladi. Mushundaq nayranglarni pishiqlash orqali Dashuning 3-yilligidagi vaqtimda Shindongfanga vakolatan o'qituvchilar korpusi bo'yicha Markaziy televiziya stansiyasining Umid yulduzi inglizcha nutq so'zlash musobaqasiga qatnashib, ikkinchilikni qo'lga keltirdim. Anglag'uchi va o'quvchilarning yaxshi bahosiga erishdim. Darsxonalarning necha 10 kishilik kichik munbarlardan necha ming, hatto necha 10 ming kishilik cho'ng zal maydonlarga o'tgandim. 3 yil shu tarzda o'tib, bir yerlari to'g'ri emasdek bilinsa-mu, nimani o'zgartishim kerakligini bilmaydim. Zodi nima masala borligini bilmasam-mu, cho'qim o'zgartish qaroriga keldim. Lo'yu qatorliq yetakchilar mendan nimishqa dard to'kib, hol etib, osonlik qoyil qilg'il bo'lgan usulni tanlamay, 34 tilloliq vaqt boshqarish usulidan iborat odamga besim elib keladigan nimani tanlading deb so'radi. Ayni chog'da men mundaq deb javob bergan edim. Nurg'un odamlar leksiyada men undaq yomon, men mundaq nochi, undaq qutuqlarni qozongan, mundaq qaltis ishlarni qilgan degan. Shuningga o'xshash mazmunlarda nutq so'zlaydi. Bundaq leksiya anglag'uvchilarda ikki xil ta'sirat qoldiradi. Biri shundaq: sen nochi, men baribir sana yetolmayman. Bo'ldila. Yana biri: nochi bo'lsang bo'lmamsan, menga deb beramding. Shu yili hech qancha o'zgartirmadim. Rostini aytganda, bir leksiyani qayta-qayta so'zlab berish orqali xeyli uzoqcha jon saqlag'ili bo'ladi. Yilda 1-200 maydon nutqni o'yinning o'rnida so'zlab yetalaysiz. Shindongfangning yilda bir o'tkaziladigan g'oya safari temasidagi katta yig'ilishga biz eng astoydil tayyorlik qilamiz. 2015-yili Xiaoping muallim tuyuqsiz qarorini o'zgartib, agar oliy maktab hayotiga qaytqil bo'lsa degan temada naq maydon nutq so'zlaydigan bo'ldi. Xiaoping muallim 10 yilning oldida ona tili ingliz tili bo'lgan raqibini yengib, xalqaro nutq so'zlash musobaqasining chempionligini qo'lga keltirgan edi. Dunyo bo'yicha darajasi eng yuqori inglizcha nutq so'zlash musobaqasi uning chempion bo'lish sababidan musobaqa qoidasini o'zgartirishga majbur bo'lgan edi. Agar 2003-yilga rostlik qaytqil bo'lgan bo'lsa, oliy maktabga amdili tizimlatgan ashu go'dak o'g'il bola bo'lish supatim bilan hayotimda hozirqiga o'xshamaydigan o'zgarishlarning bo'lishini umid qilgan bo'lib etdim. Lekin odam o'tmishga qayta olmaydi. 2003-yili oliy maktabga kirib,
2007 yılı pütküzgücü bolğan arlıqda nurgun adamlarning nazarida yer jahonni zilzilaga salgudek bir ishni qildim. Ya'ni Jungoga vakolatan dunyo nutq musobaqasiga qatnashdim. Bu mening eng chong mag'lubiyatim. Chunki 2005-yili musobaqaga qatnashib, hozirga qadar 10 yil o'tibdi. Jungodan ashu musobaqada birinchi bo'ladigan yana bir odam chiqmadi. Halbuki men hali ham ashu hikoyani so'zlab yurayman. Mening nimishqa uningdami qaltis hikoyam yo'q. Shaping muallim o'zining tar doirada cheklanib qolganligini so'zlab, to'liq kursda o'qiyotgan chog'larida pul tepishga oldirab ketib, ma'arif tarbiyalash sohasiga kirib ketganligi, nurg'un vaqtni dars o'tishga sarf qilib, boshqa jihatlarda o'zini yuksaltirishga sal qarab qolganligini tan oldi. Shanba kunlari kutubxonada bo'lishga tegishli chog'larimda o'zimni darsxonaga beg'ishlabdiman. Agar o'z vaqtida Jungoliklarning sadosini dunyoga anglatish orzusini ko'nglimga pukkan bo'lsam, bugungi kunda oldinglardagi bu sahnada emas, balki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'in zalida Jungoning bosh ko'targanligini butun dunyoga jakarlab turgan bo'lar edim. Nishonga yetish bo'lishdan keyin paydo bo'lgan siqilish tuyg'usi ichida atalmish utuq qozong'uchining hikoyasini 10 yil qayta so'zlab chiqibdiman. U yosh turibla arzu armonlariga yetib bo'lishning erkinlik safiridagi odamning yana bir xil bo'yin turqiga aylanganligini to'nib yetgan edi. Butunlay yangicha leksiya haqiqiy tuyg'ularni samimiylik bilan oshkorlash ko'pchilikning qizg'in chavoklari bilan olqishlandi. Shu kuni kechda leksiyadan olgan ta'siratimni do'stimga so'zlab berdim. Do'stimning bir ig'iz so'zi qalbimni vallada yoritdi. Mahirdan ustozga aylanish uchun o'zingdan holqishing kerak. Shundoq, konu utuqlarimni yostiq qilib yetiversam bo'lmaydiganligini burunla his qilgan bo'lsam-mu, ko'pchilikning olqishiga erisholmay qolishdan qo'rqqanligim uchun yangilik yaratishga, o'zimning ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yishga petina olmay kelgan edim. Qaltis qilolmay qilishdan, ilgirki mag'lubiyatchi o'zimga, burunqi oddiy odamiyligimga qaytib qilishdan qo'rqib, o'zimning haqiqiy hikoyasini so'zlay olmagan edim. Har xil hunar ishlatishga, u yer bu yerdan terib olgan parchalarni qo'shib so'zlashga ko'nib qolganligim, birinchi qitim anglaganlarga qaltis bilingani uchun haqiqiy tuyg'ularimga agishib so'zlashdan qo'rqqan edim. Halbuki yuzaki karomatlardan keyinchi shavqin surandan boshqa hech narsa qolmaydi. Anglag'uvchilar hammani unutib ketadi. Hatto biror jumla so'z yoki biror ideyami esida qolmaydi. Beshidan ko'p ishlar o'tgan anglag'uvchilar mubolag'alaringiz ichidan yuchuqlarni bayqab qoladi. Masalan, agar siz o'qish bitkizibla eng dangliq palonchi taratquda halqiliq o'ringa chiqdim desangiz, kasb sirtidagilar sizga qoyil bo'lib ketadi. Bu sohani bildiganlar bo'lsa, siz degan u taratquning unvon talabi borligini, qoidani buzib sizni alohida qabul qildi degan taqdirdami, yangi xodimlarni tunji yillar undaq o'ringa qo'yilmaydiganligini biladi. Navada birov yuqori maoshli xizmatdan istifa berib, dunyoni aylandim degan bo'lsa, amaliyotda necha oyda 1000 yuan maosh oladigan vaqtli xizmatni tashlab, bir shaharda bir kundan turib, bir oy cho'rgilab kelgan bo'ladi. Egilik tiklash temasidagi ba'zi programmalarda ba'zilar o'zining bir qism sarguzashtlari bilan boshqalarning hikoyasini birlashtirib, xuddi o'znikidek so'zlaydi. Ma'lum bir ishni qilayotgan chog'da yozda ma'lum xil ehtiyoj borligini, ammo shu xil mahsulot yo'qligini bayqab, alohida palonchi tuman maosh oladigan xizmatidan qilcha ikkilanmay voz kechib, egilik tiklash ko'rishiga otlanadi. Ya'ni masalan, quruq qo'l egilik tiklash jarayonida qanday jafolarni tortganligini, eng qiyinchilik kunlarda kuniga aron munchiyan bilan qo'rsoq baqqanligini so'zlaydi. O'ylab baqsaq, mol bahosi shuncha qimmat tursa, qaysi oshxonada shunchalik pulga tomoq beradi? Anglag'uvchilar yolg'onchiligingizni sezib qolsa, uningdan keyingi rost gapingizga ishonmaydi. Menni oz, sizni ko'proq so'zlagandilar. Anglag'uvchilarning yurkiga tekkizguli bo'ladi. To'g'ri ifodalashning qilbi bo'lmaydi. Chin hissiyotingizni yetkazaligingiz g'alaba qilganligingiz hisoblanadi. Bolalar xat yozganda, rasm chizganda bir harf, bir siziqdan astoydillik bilan yozadi. Sizdu bizda kam bo'layotgani dal ashxol samimiyat.
Men nutq tekstini yangiladim. Tirishib dunyoni o'zgartinglar, dunyo sizlarni deb cho'rgulsin. Men undaq qaltis, men bundaq muhim degandek gaplarni ortiq so'zlamayman. O'zimning qandaq esil mashinani, qandaq yo'g'on dachisi barliqini pash qilib yurmayman. Men faqat o'zimning mushkunga qandaq kelganimni, men qilganni sizning qila oladiganligingizni rostchilik bilan so'zlayman. Eng ig'ir kunlardan o'zimning qandaq chiqqanligini, sizning qila oladiganligingizni so'zlayman. Hech qandaq orqa terkim, boy otam, amaldor onam yo'q turibmi, parlaq manzilga yetganimni va sizning shunday qila oladiganligingizni so'zlayman. Eng muhimi, mushaqqatli bu yo'lda qanday qilib bir qadam ilgirlaganimni, o'zimga qattiq talab qo'yib vaqtimni qanday o'rinlashtirib, xizmat o'rnimdagi turli munosabatlarni qanday yaxshi bartaraf qilganligimni so'zlayman. O'zim mangan agar yo'llarni va qon tarbiyasiga tushungan qoidalarni qoldirmay deb beraman. Mening so'zlaganlarimdan kichikgina bir parcha yo'qlikni ko'ra olsangiz, sizga kichikgina bo'lsa madad bera olsam, mening sababimdan o'zingizni ozroq bo'lsa o'zgarta olgan bo'lsangiz, menga shu yetadi. Munbardagi olqi sadolardan ko'ra, ashu bir parcha nurning qalbingizni yoritganini, orzu armonlaringizga sham chiroq bo'lganini ko'rsam deyman. İş meydonlaridami, kishilik munosabat sorunlarimi turli neramazlikqa to'lgan. Kishilar avval badal to'lashdan qo'rqadi. Samimiy bo'lishdan, o'ngli qilishdan, kamsitilishdan, ich bag'rini yerib berib ahmoq sanalib qilishdan qo'rqadi. Qaysar bo'lib, samimiy bo'lib, o'z yo'limda oxirgacha manaman. Meyli qaysi sohaga kiray, samimiyatni do'st tutsam, boshqalarga ishonch tuyg'usi beralisam, qilg'il bo'lmaydigan ish yo'q. Ba'zida chavoq chirilmasligi mumkin. Ba'zida xato tushunib qilinishi mumkin. Meyli nimali bo'lsin, bu yo'ldan qaytmayman. Yaxshilik samimiylikdan boshlanadi. Samimiylikdan kuch-qudrat tug'iladi. Har kim samimiy bo'lsa, har kim xo'shallik topadi. Ba'zi gaplar ig'izdan shundoqla chiqib ketdimi? Balkim menga do'stsiz qilishimiz mumkin. Hukm chiqarishga oldirmang. Hammani turmushga topshiring. Har ishning asli qiyofati hamini oshkor bo'ladi. Sukut ba'zida eng oqilona tanlash. Inglizcha hanzucha nutq musobaqalarida ko'p qatim mukofotlangan bo'lsam-mu, o'zimni notiq deyolmayman. Notiq yoki gap qilishni biladigan odam bo'lish uchun kayfiyatni kontrol qila oladigan iqtidorga ega bo'lish ham ravon so'zlash, ham g'araz o'qish lozim. Lekin men aqlga bakrak eg'ib ketib, sinoqdan o'tgan ish bo'lib, qarshi tarafga foydali bo'lsa desam bo'laveradi, ham deyishim kerak deb qarab olg'achqa, ashu bir mazgil ichida boshqalarga yordam qilishni o'ylagan bo'lsam-mu, yaqin do'stim yo'q deyarlik edi. Aksicha gapdan, hatto boshqalarni aldashqili turadiganlar osonlik do'stlarining ishonchiga erishib ketadi. Men bo'lsam tuz bala degan nomga erishdim. Sizning shunday sarguzashtlaringiz bo'lib baqqanmi? Kunda qiz do'stingizga qaynoq suv to'shaysiz. Billa o'g'nish qilish uchun baldur chiqib o'rin egallab turasiz. Mizajim yo'q desa qaynoq suv ichsam deysiz. Ikki ig'iz tatlik deb qilishni bilmagaskan, uningdan ayrilib qolasiz. Hammani o'z ustingizga olasiz. Qancha ko'p ishlasangiz, boshqalar shuncha futoh topadi. O'stirish, maosh qo'shishga kelganda boshliqni maqtab, qo'shamat qilishga, usta xizmatdashingizga yetmaysiz. Do'stingizning ezib ketish oldida turganini ko'rib, yaxshi ko'nglingiz bilan nasihat qilasiz. U asta-asta sizdan yiroqlashib ketadi. Gap qilishni bilish xato gapni oz qilishdan boshlanadi. O'zingiznikin rost deb turib olmay, og'zingizga kelganini davermay, boshqalarning ko'nglini ko'proq tushuning. Qanday gaplarni oldirab demasligingiz kerak. Birinchi, zakon yo'q gaplarni qilmang. Ba'zi programmalarda ich bag'rimni yerib, og'zimga tegmay qoida so'zlab, o'zim mangan agar yo'llarni deb ketibdiman. Lekin anglovchilarga yoqmadi. Qo'polroq qilib aytganda, qumangni naga qo'ysang, kallang shu yerda. Sipoyirak aytganda, muhit o'xshamasa, qimmat qarashmi o'xshamaydi.
Özüңнің тәҗрибәсегә асасланып башкаларны кайыл кылман десең, каршы тарафның мәйданында турып ойлап бакмасаң, башкаларның көңлен төшенмәсәң, һеч кимне кайыл кыла алмайсың. Özüңне башкаларның орныга куйып, yetərlik ойлап бакмай, мен кыла алдым. Шуңа башкалармы кыла алыш керек дигел булмайды. Башкаларның ирадалык булмады, әң яхшысыны талламады деп агырынганымызда, фарклык мөхитне назардан сакыт кылган булабыз. Bultur qishda xizmatdagi hamrohim qizib qilib, badan temperaturasi 39 Selsiya gradusga chiqib ketgan 2 kun tomoq yemadi. Shundaqdimi men bilan birga yig'inga bordi. Men o'zim og'rib qolsam-mu, doim ishga beraveradigan, zada bo'lmaganda asma ukol soldiradigan bo'lg'achqa, boshqalarning og'rib qolganini ko'rsam, qaynoq suv ich yoki doktorxonaga berib ukol urg'uz deyman. Tasalli berishni, holiga yetishni bilib ketmayman. Başqalarga көңіл bölüş xiyalim bolsa-mu, ifadələşdə yanıla ılığlıq his qılar almayman. Leksiyada şundaq. Kayfiyatning suslab ketishdan qo'rqqancha chalvaqab so'zligil tursangiz, o'zingizning ideyasini tangmoqchi bo'lsangiz, o'ltirib quruq parang selishqanchalik unumga erisha olmaysiz. Ular sizni televizorda, aloqa turi programmalarda va boshqa sillarda doim ko'rib turadi-yu, yana nimishqa alohida vaqt sarf qilib, hatto issiqni issiq, sovuqni sovuq demay gapingizni anglash uchun naq maydonga keladi. Ular bir hayot odam bilan tanishish uchun, boshqa yerda anglay olmaydigan uchurlarni sizdan anglash uchun keladi. Ba'zi gaplar ig'izdan shundaqla chiqib ketdimi, balkim mangu do'stsiz qilishingiz mumkin. Hukm chiqarishga oldirmang. Hammani turmushga topshiring. Har ishning asli qiyofati hamini oshkor bo'ladi. Sukut ba'zida eng oqilona tanlash bo'lib qoladi. İngilizce, xanzucha nutuq musobaqalarida ko'p qitim mukofotlangan bo'lsam-mu, o'zimni notiq deyolmayman. Notiq yoki gap qilishni biladigan odam bo'lish uchun kayfiyatni kontrol qila oladigan iqtidorga ega bo'lish ham ravon so'zlash, ham g'araz uqish lozim. Lekin men aqlga bakrak eg'ib ketib, sinoqdan o'tgan ish bo'lib, qarshi tarafga foydali bo'lsa, desam bo'laveradi. Ham deyishim kerak deb qarab olg'achqa, ashu bir mazgil ichida garchi boshqalarga yordam qilishni o'ylagan bo'lsam-mu, yaqin do'stim yo'q deyarlik edi. Aksicha, gapdan, hatto boshqalarni aldashqili turdiganlar aslida do'stlarining ishonchiga erishib ketadi. Men bo'lsam, tuz bala degan nomga erishdim. Sizningmi shundoq sarguzashtlaringiz bo'lib baqqanmi? Kunda qiz do'stingizga qaynoq suv to'shiysiz. Billa o'g'inish qilish uchun baldur chiqib o'rin egallab tursiz. Mijozim yo'q desa qaynoq suv ichinglar deysiz. Ikki ig'iz tatliq gap qilishni bilmagachga uningdan ayrilib qolsiz. Hammani o'z ustingizga olasiz. Qancha ko'p ishlasangiz, boshqalar shuncha putaq topadi. O'stirish, maosh qo'shishga kelganda boshliqni maqtab, xushomad qilishga usta xizmatdishingizga yetmaysiz. Do'stingizning ezib ketish oldida turganini ko'rib, yaxshi ko'nglingiz bilan nasihat qilasiz. U asta-asta sizdan yiroqlashib ketadi. Gap qilishni bilish, xato gapni oz qilishdan boshlanadi. O'zingiznikini rostlab turib olmay, og'zingizga kelganini davermay, boshqalarning ko'nglini ko'proq tushuning. Qanday gaplarni oldirab demaslik kerak. Birinchi, zakon yo'q gaplarni qilmang. Ba'zi programmalarda ich bag'rimni yerib, og'zimga tegmay qoida so'zlab, o'zim mangan agir yo'llarni deb ketibdiman. Lekin anglag'uvchilarga yoqmadi. Qo'polroq qilib aytganda, qung'ongni naga qo'ysang, kallang shu yerda. Sipoyirak aytganda, muhit o'xshashmasa, qimmat qarashmi o'xshashmaydi. O'zingning tajribasiga asoslanibla, boshqalarni qoyil qilaman desang, qarshi tarafning maydonida turib o'ylab baqmasang, boshqalarning ko'nglini tushunmasang, hech kimni qoyil qila olmaysan. O'zingni boshqalarning o'rniga qo'yib, yetarlik o'ylab baqmay, men qila oldim. Shunga boshqalarmi qila olish kerak degil bo'lmaydi.
boshqalarni irodalik bo'lmadi, eng yaxshisini tanlamadi deb og'ringanimizda farqli muhitni nazardan saqit qilgan bo'lamiz. Bultur qishda xizmatdagi hamrohim qizib qilib, badan temperaturasi 39 Selsiya gradusga chiqib, 2 kun tomoq yemadi. Shundaqdimi men bilan billa yig'inga bordi. Men o'zim og'rib qolsammi, doim ishqa beraveradigan, zodi bo'lmaganda osma o'kul soldiradigan bo'lg'achqa, boshqalarning og'rib qolganini ko'rsam, qaynoq suv ich yoki doktorxonaga berib o'kul urg'uz deyman. Tasalli berishni, holiga yetishni bilib ketmayman. Boshqalarga ko'ngil bo'lish xiyolim bo'lsa-mu, ifodalashda yanala ilg'liq his qildira olmayman. Leksiyadami shundoq. Kayfiyatning suslab ketishdan qo'rqqancha, chalvaqab so'zliga tursangiz, o'zingizning ideyasini tangmoqchi bo'lsangiz, o'ltirib quruq balang silinchqanchalik unumga erisha olmaysiz. Ular sizni televizorda, aloqa turi programmalarda va boshqa sinlarda doim ko'rib turadi-yu, yana nimishqa alohida vaqt sarf qilib, hatto issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, gapingizni anglash uchun naq maydonga keladi. Ular bir hayot odam bilan tanishish uchun boshqa yerda anglamaydigan uchurlarni sizdan anglash uchun keladi. Ikkinchi, foydasi yo'q gaplarni qilmang. Yolg'ondan uxlab olgan odamni mangu uyg'otolmaysiz. Sirdasha olmaydigan odamga siringizni aytmang. Ya'ni boshqalarning qalbidagi o'rningizni ziyoda chaqlab ketmang. Allaburun bir narsaga ishonib bo'lgan odamni boshqa narsaga ishontirman deyish, o't ustiga yog' chachqandek aksicha unum beradi. O'zimcha sizlarga yaxshi bo'lsin deb ko'p qatim xatolashganman. Bir do'stim undidor salonida o'qilishi 100 minglik maqoladan uda bir qancha e'lon qilgandan keyin kitobchilik shirkatlari har tarafdan izlashga boshladi. U ko'limi va planlash iqtidori odamni andishiga solg'udak darajada ishonchsiz bir shirkat bilan to'xtamlashmoqchi bo'lib, mendan maslahat so'radi. Men o'ylaganlarimni yo'shirmayla aytdim. Lekin bu shirkatning men bilan bakla hamkorlashqusi bor. Muharrir men bilan ko'rishish uchun shuncha yiroqdan Allohidan keldi. Sen degan shirkatlar ancha qizg'in bo'lmadi. Mening kitobimga ancha qiziqib ketmadi. Do'stim shundoq deb o'zi tanlagan shirkat bilan to'xtamlashdi va shuningdan keyin mendan o'zini tortadigan bo'lib qoldi. 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. U originalini topshirib, 20 yildan keyin boshda shunda qizg'in bo'lgan muharrir tuyuqsiz o'zgarib, ancha e'ron qilib ketmaydigan bo'lib qoldi. Kitobni nashr qilish qilmaslik haqida aniq gap qilmay turib oldi. Yeziqchilikda ko'tarilish bosqichida turayotgan do'stim kitobi vaqtida nashr qilinmaganlikdan eng yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ydi. Uning bilan tang ish boshlagan boshqa yozuvchilar yangi kitoblarni ko'tarib, joy-joylarda imzoliq kitob setishga chepib yurganda do'stim pushaymon qilib o'ltirdi. Hukumat xizmatidan iste'fo berib, egilik tiklashga otlangan yana bir do'stim bir necha qitim yadrolik xodimlardan ikkini tomoqqa taklif qilib keldi. Dasturxonda shirkatning tijorat ahvoli to'g'risida gap bo'lishdan saqlanqili bo'lmaydi. Qarasam, u ikki xodimning biri ko'rinishda shirkatga ko'ynayotgandek qiyofatga kirib olib, yaxshi gaplar bilan xo'jayinni xush qilishga usta ekan. Amaliy ish qilmaydi ekan. Qilgan taqdirdami yaxshi qila olmaydi ekan. Ammo xo'jayin uni yaxshi xizmatchi deb qaraydi ekan. Yana bir xodim shirkatga haqiqiy ko'yinib, shirkatni behuda ziyondan saqlab qolish uchun saqlanayotgan masalalarni o'ttirg'a qo'yib turdi ekan. Biroq do'stim uni jiq gap qilding, ko'ngli ko'ksi tor deb qaraydi ekan. Men uningga shirkat yangi qurildi. Mablag'ni tejab ishlatdi. Amaliy ish qilmaydigan xodimlarni bak e'tiborlab kessang, shirkatga foydasi yo'q. Shirkatga haqiqiy ko'ynadigan xodimlarning rayini yondirib qo'ysan deb nasihat qildim. Lekin men ishning yomon tarafini ko'radigan odamni yoqtirmayman. Bizga aktiv energiya kerak, dedi do'stim. Do'stim aning shirkatning g'o'lliq xodimi ekanligida ching turib, bening fikriga ancha parvo qilmadi.
Uzoq o'tmay Bi xonim istifa berdi. Shuning bilan shirkat tijoratining 3dan 1 faoliyat joliga tushib qoldi. Yana bir do'stim dashuni putkizib, ma'lum bir televiziya stansiyasida riyosatchi bo'lib, bir mahal nom chiqargan edi. Bir yildan keyin turli sabablar bilan uning programmasi to'xtab qolib, oylik maoshi aram necha ming yuanga tushib qoldi. Kasbda o'ngsizlikqa uchrab turganda qiz do'stining oilasi o'qish putkizib, bir yil ichida uy setib olishni shart qilib, ularning to'y qilishiga qo'shilmadi. Qiz do'stimi ching turishni xohlamay, billa turayotgan ijara uydan ko'chib chiqib ketdi. Do'stim qo'y zarbiga bardoshlik bera olmay, uzoqcha o'zini o'ngshay olmay qoldi. Ayni chaqda uning aroqni bo'lishiga ichib, uzmay tamaki chekib yurgan holati hozirmi esimda. 2 yildan keyin do'stim biroqli bosh ko'tarib, televiziya teatri ishladi. Nasllik ishdan birini beqib oldi. Uyni setib oldi. Bir kuni telefonda paranglashib etib, yangi qiz do'stining gapi chiqib qoldi. Men uningga tasalli bo'lib qolsin deb, odam eng ehtiyojli bo'lganda uy olinding debla ayrilib ketadigan vafosiz odamlar aslashkimi arzimaydi. Hozirgi qiz do'stingni obdan qadrla, debdiman. Shuningdan keyin u men bilan qayta aloqa qilmadi. Mening do'stlar chambarkimni to'sib qo'yibdi. Oradan xil vaqtlar o'tib, blogdan bilsam, uning yangi qiz do'stim degani uy sababidan uni tashlab ketgan koni qiz do'sti ekan. Biz telefonda paranglashayotganda ikkisi birga ekandik. Reallikni to'g'ri toniy oladigan va xatoliklarni his qila oladigan odamlar oz. Odam faqat o'zi ishonishni xohlaydigan narsaga ishonadi. Do'stimizga halqiliq paytda askartish berib turish majburiyatimiz bor. Ammo qabul qilmaslikqa yanala o'ziga bog'liq. Odam ig'ir ziyon tortib boqmay turib, turmushning tegiga yetolmaydi. 3. Boshqalarga avarchilik keltiradigan gaplarni qilmang. Muxbir do'stim Xiaoya gazitxonga yangi ishga tushganda boshliqi bir muxbirni uni yetaklashga o'rinlashtirgan edi. Yiliqi muxbir tema izlashdan tortib xabar yezishgacha, ziyorat planlashdan naq maydon ziyorati va ziyorat xotirasi yezishgacha bo'lgan ishlarning hech qaysisiga aralashmaydi. Shundaqdimi Xiaoya uningdan minnatdor bo'lib kasbdagilarning yoshurun qoidasi bo'yicha yiliqi muxbirning ismini oldiga, o'zining ismini keyniga yezib e'lon qildiratdi va shu asosda qalam haqqi baholatdi. Uning inchga ziyorat qilish orqali yozgan bir parcha maqolasi nihoyatda yaxshi baholanib, boshliqning taqdirlashiga erishdi. Bir qancha kundan keyin Xiaoya bilan ancha gaplashib ketmaydigan tajribalik bir ayol muxbir kelib, 3-chi kichik mavzuning ostidagi mazmunni siz yozganmi? Bu bo'lakning oldi kaynidagi mazmun ancha kirishmay qopdi. Yiziqchilik uslubimi yiliqi muxbirning yozganiga o'xshamaydi ekan. Başdaki 2 bo'lak ko'chirilganda qiladi debdi. Xiaoya boshqalarning ko'chirmichi ekan deb qilishidan ansirab, qilcha o'ylanmayla, yo'q, 4 kichik mavzuni kishilar ancha bilib ketmaydigan qadimiy bir she'rdan olgan. Maqolaning mazmuniga moslashtirish uchun tartibni almashtirgan edim, deb javob beribdi. Va bu ishni unutib ketibdi. Uzoq o'tmay, yiliqi muxbir to'g'risida yangi xizmatchilarni shilib oladigan degan gap tarqalib ketibdi. Shuningdan keyin Xiaoya yiliqi muxbirning turli shakllarda o'ch elishiga uchrabdi. Har qancha tushundirsimi kor qilmabdi. Xiaoyaning hech qanday yomon niyati yo'q ekan. Qoida bo'yicha uning qilg'ini xato emas. U faqat rost gapni qildi. Subyektiv jihatdan qaraganda yiliqi muxbirning nomiga dog' tekkizgan ishimi bo'lmagan. Undaq bularını özümü oylamagan edi. Navada Xiaoya yiliqi ayol xizmat deyishining suoliga javob berishdan ilgari sargagarak bo'lib, ko'proq o'zidan nima uchun degan savolni so'ragan bo'lsa, keyingi avarchiliklardan saqlanib qolgan bo'ladi. Maosh kirimi, to'y ishi, farzand va shu turli sezgur savollarni so'rmaslik, boshqalarning shaxsiyatiga hurmat qilish kerak.
Ba'zilar ancha tunishib ketmaydigan turib, hatto tunji qitim ko'rishgan chog'dala shundoq savollarni so'raydi. Men javob berishni afsiz ko'rib, o'ng so'limga qarab tursam, takror so'raydi. Yoki o'xshash savolni boshqa shaklda so'rab turib oladi. Yanada javob bermasangiz, mening og'zim ching, menga ishonmayaptamsan, deydi. Buning bilan sizni texmi o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ydi. Biroqla axloqiy ustunlikka chiqib oladi. Amalsiz konkret javob berish qo'laysiz deb qo'yman. Shuning bilan har ikki tarafning kayfi uchib, parangmi oxirlashadi. Hukm chiqarishga oldirmang. Hammani turmushga topshiring. Har ishning asli qiyofati oshkor bo'ladi. Sukut ba'zida eng oqilona tanlash bo'lib qoladi.